Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Xitoy mashinasini olib qo'yganmiz. Bunda bo'lgan muammo disiplinasi ishlamayotgan. Mana korobkasini ham yechib oldi. Buni disiplinasi ishlamay qolishining sababi korzinka perdayosi yeyilib ketgan. Nakalatkalar yeyilgan, o'tda qismi yeyilgan. Mana korzinkasi ham pishibdi. Taroqlari yeyilibdi. Mana elarni suvarka qilib qo'yishibdi. Buni peredogini Damaznikini moslab qo'yishibdi. Biz o'z buni olib tashlab, o'zinikidan zavodskoy kompleks qo'yamiz. Vijinolarni almashtirib, vijinolar ham pishgan. Korpuslarning ichini yuvib tozalab, mahay pechinilar ham qotib qolibdi. Birolar mahay pechinilarni yangilab, ishlarni bajarib beramiz. Bu Xitoy mashinaning nomi Dongfeng. Xitoy mashinasini ham qilasizlarmi deyshadi. Albatta qilamiz. Kimga shunaqa xizmatda kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Bu videoni Dongfeng mashinasi borlarga jo'natib qo'ying.